Ana endi shirinligimiz. Baqa bergin. Bitta o'zing yeyishga uyalmaysan? Shu hamma narsa olib qo'yasiz-ya. Bitta o'zi olib kelgan narsani hamma uchun shirinlik qilamiz. Pechenyeni paketga solamiz-da. Uni maydalab tashlaymiz. Pechenyeni maydaladik. Unga ozgina bir 2 qoshiq o'lchalik eritilgan sariyog' solamiz. Endi aralashtiramiz buni. Endi buni ikkita bokalga solamiz. Endi buni yaxshilab ichini tekislab chiqamiz. Bir tekis turishi kerak. Endi bunga nejniy krem qilamiz. Tvorojniy sir soldik-da, unga qaymoq solamiz, Bunga shakar ham, saxarni pudra ham solmaymiz, sabab pechenya shirin, ustidan shokoladni glazur qilamiz baribir. Kremim tayyor bo'ldi. Bir pasda quyilib qoldi. Endi bunga qolgan olib qo'ygan ozgina pechenyamizni sog'oramiz. Aralashtiramiz. Konditerskiy meshogim qolmabdi. 2 ta qoshiqda ishlaymiz endi. Mana shirinligim почти 80% ga tayyor bo'ldi. Endi buni ustiga shokolad qo'yamiz. Vodяной banyada shokoladni eritib oldim. Aytdim-ku, menda konditerskiy meshok yo'q. Chunki mana shuni hisob chiqamiz. Bizning mehrli shirinligimiz tayyor bo'ldi, azizlarim. Buni hozir yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qani Bekzod, qani yeb ko'rgunchi. Va bu ana pechenyedan ham zo'r chiqdi-yu. Yo'q, pechenyedan ham zo'r chiqdi, qaranglar. Va bu ana pechenyedan ham zo'r chiqdi-yu. Yo'q, pechenyedan ham zo'r chiqdi, qaranglar. Bismillahirrohmanirrohim. Реально. Xuddi мороженое o'xshaydi. Qisir ichida. Ajoyib ta'mli, xuddi morojenega o'xshagan desert, azizlarim, hammaga tavsiya qilamiz. Osh bo'lsin. Faqat ekranda tomosha qilmanglar, buni asalligini qaranglar. Nargiz xonimda ajoyib o'ramalar bor. Hammalarni kutamiz. Bog'ramon 29 yoki Shuhrat chorrahasida. Osh bo'lsin, azizlarim. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar azizlarim? Xayrli kun hammaga. Men bu oy avgust oyida to'q chislovda bozorga chiqyapman. Juda ham ko'p odamlar so'rab kelishyapti. Rahmat, hammaga sog' bo'lsin. Meni smenamga to'g'ri kelmaganlarga uzr asallarim. To'q chislov deganim 9, 11, 13 ertalabdan kechgacha hammalarga kelayotganingizga rahmat. Undan tashqari joylarim ishlayapti. Bog'ravon 29 yoki Shuhrat chorrahasida hammalar kutamiz xonimlar rostdan ham. Asal, bilasizlar, sizlarim, azizlarim, hammalar kutamiz. Sog' bo'ling.